Assalomu alaykum qadrdon kanalimiz a'zolari. Bugun 12 aprel 2025-yil. Mana Andijondan kelgan, mehmon bo'lib kelgan akalarimizni va bularga chiroyli bo'lgan tunkashibgani bo'ldik. Bular buni hamma joylarini ko'rib turibsizlar, ideal holatda polni shumizolyatsiya qilingan. Ichlaridan penoplex qilgan. Bortlar polida ham shumka qilingan. Qo'shimchasiga mana xuddi mana shunaqa taxta panellardan polni qoplangan. Har joylari ana konteyner pollar o'ta mo'shni holatda qilingan. Har qanaqa tormozda kelgan yuk bo'lsa, shu narsaga tegib bukilmaydi va kuzovga o'sha zarbani o'tkazmaydi. Mana bu joylari ham mana penoplexlar bor, o'ta baquvvat qilingan. Mana penoplex hozirgi issiq kunlarda mana bu shopirda orqa tomonini issiq o'tkazmaydi. Shu narsa ushlab qoladi. Sovuqda issiq o'tkazmaydi. Mana bu joylarga mana bonus qilib tunikalar qotirib qo'yganmiz bularga. Xo'p, mana bu sondig'i bo'ladi, ko'rishingiz mumkin. Bu sondig'i ochilgandan mana ichiga arqon kulish damkalatlar bemalol siqib ketaveradi. Akkumulyatorda ham zashta qiladi. Qalinliklari mana 1.8 lik temir listlardan ishlatib qilingan. Kaliti bor buni. Ham kalitda ochiladi, ham kalitsiz ham yopilaveradi. Shu holatda bu ochib yopib qilsa bo'ladi. Mana bu holatda qulflab qo'ysa bu narsa ochilmaydi endi. Mana. Bizda bu sondiqlar alohida sotiladi. Poliga ham alohida rezinkalarimiz bor. Avvalgi videolarda qo'yganmiz. Rezinkalar to'liq tushadi. Qalinliklari 1 sm bo'ladi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumani, Bordon qishlog'ida. 1,5 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Kamchiliklar bo'lsa, bemalol kommentariyalarga yozib qo'yaverasizlar. Fikr mulohazalaringizni ham bemalol yozib qo'yaverasizlar. Ishlarimiz yoqsa, albatta like bosib, do'stlarga, yaqinlarga jo'natib qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting.